Assalamu alaykum. Gırman tilini öğretken güzel dostlar. Qandaq ahvalinglar yaxshimi? Ben Ayşemgül muallim. Bu videoda biz gırman tilida inson badanini va ko'p ko'rilgan kasalliklarni qanday ifodalaymiz deb bir qisqa dars qilamiz. Men bir qismini so'zlab bermak, qolgan qismini sizlar o'zinglar tor dunyosidagi yoki kitoblaringlardagi darsliklardan foydalanib, to'liqlab konspektlarga yozib olinglar. Endi darsimizga boshlab ketaylik. Resimde ko'rganinglardek, shu inson badanini ifodalaydigan so'zlarni men so'zlik shaklda keyinda tayyorladim. Shu yerda o'qiylik. Birinchi so'zimiz die Hand, qo'l. Qo'limiz intayin muhim. Qo'ldan boshladik. Die Hand, qo'l. Das Bein, pachoq. Die Zehen, putning barmoqlari. Der Fuß, put. Das Knie, tiz. Der Kopf, bosh. Das Ohr, quloq. Die Lunge, o'pka. Die Rippen, qovurg'a. Das Becken, yonbosh, kosa. 11. sözümüz. Das Auge, ko'z. Die Schulter, müre. Der Arm, qo'l. Der Bauch, qo'rsaq. Die Finger, qo'l barmoqlari. Bu sözlüklerimiz. Endi ko'p ko'rilgan kasalliklarga qaraylik. Ko'p ko'rilgan kasalliklar. Birinchisidan boshlab. Die Kopfschmerzen, bosh og'riqi. Die Halsschmerzen, gal og'riqi. Die Rückenschmerzen, bel og'riqi. Die Bauchschmerzen, qo'rsaq og'riqi. Die Zahnschmerzen, tish og'riqi. Die Ohrenschmerzen, quloq og'riqi. Bu 6 so'zni ko'rganinglardek o'rtaq bir nuqta. Men qizil rangli qilib qo'ygan schmerzen degan so'z bor. Bu schmerzen degan og'riq degan gap. Vücudumuzga ma'lum bir a'zoning keyniga qo'shib bilamkin og'riq degan bu so'zni yozsak, shu bosh og'riqi, gal og'riqi degan ma'noni ifodalaydi. Endi g'irman tili yangi boshlaganlarga intayin tez tuyulib qoldi, chunki ba'zi so'zlar g'irman tilida ba'zi so'zlar intayin uzun. Bu uzun so'zlar bizni ba'zi qo'rqitib qoldi. Qo'rqishning hojati yo'q. G'irman tilida hamda bu uzun so'zlar nima desanglar, 2-3 qilib ayrim yazsa bo'ladigan so'zlarni birlashtirib yozib yetadi g'irmanlar. Shuning bilan bu uzun so'z bizni qo'rqitib qo'ydi. Masalan, die Kopfschmerzen, qarasanglar kopni, masalan, boshni ayrim bizga o'xshash og'riqni ayrim yozgan bo'lsa, oson tuyuladi, ammo bular birlashtirib yozdi. Shuni qo'rqib ketmanglar demoqchi. Ko'p ko'rilgan kasalliklarni davomlashtiraylik. 7-so'z qaranglar. Der Schnupfen, zukam. Die Erkältung, sovuq o'tib qolish. Fieber haben, qizitib qolish. Die Grippe, zukam. Der Husten, yo'tal. Die Vergiftung. Men boshqa so'z ketib qoldim. 12-so'z qaranglar. Die Verstopfung, qaziyat. Der Durchfall, ishal bo'lib qolish, isturib qolish. Die Allergie, reaksiya. Die Vergiftung, zaharlanish. Die Vergiftung, zaharlanish. Niesen, tushkurish. Der Schwindlig, bosh qayish. Masalan, mening beshim qayiyotdi deganni mir ist schwindlig deydi ekanmiz. Ich habe schwindlig demaydi ekanmiz, mir ist schwindlig deb ifodalaydi ekanmiz. Bu videodagi so'zlar shunchalik. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik. Tschüss.